Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana Izrailda o'tiribmiz. Ilyos akamning xonadonlarida mana Ilyos akam bilan. Hammaga alangali salom. Mana Mirzabek akam. Hammamiz sog'miz, xavotirga o'rin yo'q. Izrail tinch, hammasi mishmishlar. Hammaga o'rin yo'q. Hammasi joyiga gapirib qo'ygan. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Dunyodagi eng ulug' ne'mat tinchlik. Yer yuzi tinch bo'lsin. Xudo xolasa endi tinchlik bo'lsin, mehmonlarni yaxshi kutib oldik, yaxshi kuzatib olaylik deb ertaga kuzatamiz ishlar. Yaxshi bo'lsa bizlar ko'rishamiz. Erta yakshanba. Erta yakshanba. Ertaga bir nasib bo'lsa. Ertaga eson-omon borib yetib olinglar, bola chaqangizni quchog'iga kirib oling. Mirzabek, siz, Xurshidjon, hammalari Jahongir, hamma mana bu yigitlar boshimiz osmonga yetdi. Sizlar bilan hali nima deydi? Boshlanishi qadrdon. Живой встречamiz, ya'ni tirik bir bilan uchrashdik. Hamma yaxshi yillarda uchrashaylik. Xudo xolasa mana eson-omon ketyapmiz hammamiz. Samolyotga chiqdik. Xudo xolasa bugun mana yakshanba kuni Xudo xolasa Toshkentda bo'lamiz. Xudo xolasa Izraildan qaytdik. Tinchmiz. Ustoz, Assalomu alaykum barcha vatandoshlar. Mana keldik Toshkentdamiz. Bugun yakshanba. Mana 7 soat bo'lyapti. Aeroportdamiz. Xudo xolasa yuklarimiz olsak, uyga ketamiz. Sog'lik, omonlikni ko'rishib O'zbekistondamiz. Salom.